Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, kuzatuvchilarim. Qaranglar, bugun men nima topib oldim. 2022-yildagi o'lchamlarim topib oldim. Marafonga qatnashganda vaqtimdagi 86 kilogramm bilan boshlaganman. Aylanalarimni qarang, o'lchamlarimni: ko'krak, qo'l, bel, qorin, bo'ks aylana, son aylana, boldir. Xudoyim-ey dedim. Yaxshiyam shu marafonga qatnashganman, semizlikdan qutulganman. Xudoga behisob shukr aytaman. Qarang, shu darajada obyumlarim kattalashib ketgan. Ko'krak aylanam, bel, qorin. Ko'krak aylana 122, ni xrena себе. Qorin aylana 114, bel bilan, bo'ksa bilan qorin bir xil bo'lib qolgan.